Keling, endi bu darsda biz sizlar bilan there is va there mavzulari alohida to'xtalamiz. There is there nima degan savolga birinchi navbatda javob berishimiz kerak. There is there bor deb tarjima qilinadi va qanaqadir joyda nimadir bor ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni joyda bor. Kimdir shaxs yoki narsaniga o'ziga tegishli emas, qaysidir joyda nimadir bor ma'nosida ishlatamiz. There is asosan birlikdagi otlar bilan ishlatilsa, there ko'plikdagi otlar bilan ishlatiladi. There isdan keyin birlikdagi sanaladigan birlikdagi ot yoki sanalmaydigan ot kelishi mumkin. There is a cat on the roof, ya'ni tomda mushuk bor ma'nosida. Va there isdan keyin sanalmaydigan otlarni ham ishlatishimiz mumkin, chunki sanalmaydigan otlar doimo birlikdagi narsalar bilan ishlatiladi. There is some water in the bottle, ya'ni stakanda biroz suv bor ma'nosida ishlatishimiz mumkin. Ko'plikdagi otlar bilan biz there are ni ishlatamiz va biron joyda nimadir bor ma'nosida ishlatishimiz mumkin. There are 3 birds on the wire. Simda 3 ta qush bor, ya'ni qushlar bor ma'nosida ishlatishimiz mumkin. There is there savol shakli qanday yasaladi? Demak, there is there savol shaklini yasash uchun biz to be ni there dan oldinga chiqarib olishimizga to'g'ri keladi. Is there a problem? U yerda muammo bormi? Are there any cookies left? Pishiriqlar qoldimi degan savol gaplarda, ya'ni is va are buyuk gaplarimizda oldinga chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Inkor shaklini yasashda there is dan keyin there is yoki there are dan keyin not qo'yish orqali yasaymiz va bu yerda there is there ni tarjimasi bordan endi yo'qga o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. There is not yoki there isn't, there are not yoki there aren't kabi ko'rishimiz mumkin. Contradictions occur, ya'ni qisqartmalar yaxshi, xohlasak qisqartmalardan foydalansak bemalol bo'ladi. Demak, there is theredan keyin agar birlikdagi sanaladigan ot kelsa, en ishlatishimiz mumkin. En faqat o'sha birlikdagi sanaladigan otlar uchun ishlatiladi. Some sanalmaydigan otlar va ko'plikdagi otlar uchun ishlatiladi. Sanalmaydigan otlar bilan ishlatilganda biroz, sanaladigan, ya'ni ko'plikdagi otlar bilan bir nechta degan ma'nolarda ishlatiladi. Demak, there is a dog, bitta kuchuk bor. There is some dogs. Ana u yerda bir nechta itlar bor. Yoki bo'lmasa there is some sugar. Ana bu yerda biroz shakar bor ma'nolarini ishlatishimiz ko'rishingiz mumkin. Demak, endi faqat so'roq gaplarda ishlatamiz. Bu ham sanaladigan otlar, ya'ni sanaladigan ko'plikdagi otlar yoki sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi. Is there any cheese? U yerda biroz sharbat bormi yoki there aren't any chairs. Birorta ham stol yo'q ma'nolarida ishlatishimiz mumkin. Thank you for your attention.